Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Suyun. Bugun 100 kunlik challengeimizni, piyoda yurish challengeimizni bugun 5-kuni. 5-kuni. Ayni damda qayerdaman deb o'ylaysizlar. Bugun ayni damda biz qayerdaman? Topingcha. Qayerdaligini topdingizmi? Xullas, ayni damda men Karmaka mahallasidaman. Bugun bir mehmonga kelgandik, shu fursatdan foydalanib 5-piyoda yalang'oyoq yurish challenge shu yerda start olmoqchiman. Keyin bolalik xotiralari o'tgan 14-maktabga o'tmoqchiman. Orqa tarafimda supermarket bor. Yonida 27-maktab bor. Xo'p, yonida 27-maktab bor. Xo'sh. Hozir mana oyog'imda oyoq kiyim bor. Hozir oyoq kiyimni yechamiz. 27-maktab haqida ham ajoyib narsani aytib o'taman. Bismillah, birinchi oyoq kiyimni yechaylik. Bismillah. Yechamizda oyoq kiyimni qo'lga olamiz. Kecha olingan oyoq kiyimni qo'lga qisamiz. Xullas kalom biz boshladik edik-ku. Uyning startni boshladik xullas kalom. Bizga yaqin joyda 27-maktab bor. U maktab haqida aytadigan bo'lsam, oldin Makarenko nomi bilan tanilgan. Bu yerda juda o'qish ana shu atrofda qishloqdagilar uchun orzu bo'lgan. Men uchun ham. Nimaga aytaymi? Chunki o'zim shaxsan maktabda, Istaradagi sentrda 14-maktabda tahsil olganman, 4-sinfgacha. O'sha yerdan ko'p eshitardik. Eslayman, bizda birinchi ustozimiz Chaqqonova Ozoda opa edi. 1997-yil o'sha maktabga o'qishga kirgan bo'lsam, asfalt issiqxona ekan. 97-yil birinchi marta o'qishga kirgan bo'lsam, bizga birinchi ustozimiz Ozoda Chaqqonova Ozoda opa bizga ustozlik qilgan. Dars juda zo'r o'tilardi. Haligacha eslayman, bitta sirda ochmoqchiman do'stlar. Maktabda zo'r o'qiganman. To'g'ri, juda ko'p sinfdoshlarim bilan bahslashib, lekin meni birinchi olgan bahoyim 5 bo'lmagan. Birinchi olgan bahoyim 3 bo'lgan. Yonimda hozir qolgan 27-maktab Makarenko esa a'lochilar maktabi deb tan olingan o'sha vaqtda. Chunki u yerda zo'r dars o'tilardi deb bizgacha o'sha gaplar borganda, shov-shuvli gaplar borgan va bizdan zo'r o'qiydigan bolalar ko'pincha o'sha Makarenkoga borib, tayyorlanib, Makarenkoga borib perevod o'tib ketar edi. Xo'p, endi 14-maktab hozir yo'l olamiz do'stlar. 14-maktab Yangi Hayot mahallasida, orqamda esa Karmaka mahallasi qolyapti. Xo'p, biz esa hozir mana aytgancha bizda soat necha bo'lganini aytaymi? Xo'p, bizda soat 18:35 bo'ldi. Asfalt esa issiqqina mazza. Ana o'zi mana shunaqa avitdan keyingi vaqtda yo'lga chiqsak, 28-fevralkuni borib. Xo'p. Endi nima qilamiz? Endi biz Yangi Hayot mahallasiga 14-maktabgacha boramiz va hozir mana shaharliklar uchun bu aslida piknik hisoblanadi, to'g'risi, chunki qishloq hayoti, qishloq toza havo. 14-maktabda 4 yil o'qigan bo'lsam, juda ajoyib xotiralar o'tgan. 14-maktabda 1-sinfligimdan eslayman, 1-sinflikda 4 chorakda ustozimiz Ozoda Chaqqonova shunchalik taktikada zo'r olib borgan o'qishda. Eng zo'r o'qigan 3 ta bolaga stipendiya berilar edi. 97-yil tasavvur qilyapsizmi o'sha pullar? 97-yil 100 so'm pul eng katta pullardan biri edi. 100 so'm pul. Qog'oz pulda eng katta pul 100 so'm pul edi. Xo'p, 200 so'mlik pul 99-yilmi chiqqan edi, adashmasam. 98-yilmi? Aniq esimda yo'q hozir. Xullas, o'sha 200 so'mlik chiqquncha, 200 so'mlik pul chiqquncha 100 so'mlik pul eng katta pul edi va eng zo'r o'qigan, har chorakda o'qigan bolaga 100 so'mlik pul stipendiya qilib berilardi. O'sha narsa meni 1-sinflikda motivatsiya bo'lgan. Xo'p, ko'pincha 100 so'm pul olardim. 4 ta chorakda 2 marta 100 so'm pul olganman, maqtanish emas. Zo'r o'qiganmiz. Biz bilan sinfda biz birinchi B sinfda o'qirdik. Sinfda biz bilan zo'r o'qiganlar kimlar bor? Hozir eslaydigan bo'lsam, Xayrulla Jabborov bor edi, sinfdoshim. Zo'r o'qirdi.
Xo'p, G'ayrat Chorshambiyev bor edi. Keyin Farhod Sherboyev bor edi. Xo'p, yana kim bor edi? Qizlardan Xurram va Xurshida, keyin Shohista degan qizlar biz bilan zo'r o'qirdi. Eslayman-da. Xo'p, yana kim bor edi? Adashmasam. Xullas, birinchi sinfda men sinfga olmadim. Xo'p, birinchi sinfda 4 chorakda 4 marta stipendiya tarqatilgan, bir ikki marta 100 so'mdan pul olganman. Keyin plus keyingi safar 50 so'm, yana bir marta 25 so'm plus. Uyga o'sha vaqtda 200, hozir eslaydigan bo'lsam 275 so'm pul olganman birinchi sinfligimda. Men boshim yerga tekkuncha ustozim hozirda Chanqonovaniga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki motivatsiyani berganda rosa degancha birinchi sinfligimizda rosa degancha o'qiguncha. Qarang, chotda ham sport sumida bor ekan. Yugurib ketyapti. Xo'p. Keyin ikkinchi sinfligimizda Ozoda Chaqqonov ustozimiz Sharg'unga internet maktabiga berib ketgan. Bizga esa yangi universitet bitirib kelgan Shahnoza Tavallayeva degan ustozimiz kelgan. Keyin mana shu yo'limizda Chorrahadan boshlaymiz. Chorrahadan boshlaguncha Istara to'yxonasigacha biz hozir timeless qilamiz. Ya'ni timeless qilib tezroq yetib olamiz-da. Suhbatimizni o'sha yerda davom ettiramiz. Hali bo'lsa ketdik. Do'stlar, mana biz nihoyat yangi hayot mahallasiga yetib keldik. Kiraverishda Istara to'yxonasi bor. Qiziqdagi 3 ta top. Eng zo'r to'yxonalardan bittasi. Biz hamon o'sha videomizda boshida aytib o'tgan narsaga sodiqmiz. Bugun 11 may ekan. Bugun 11 may. 100 kunlik challenge'imizni 5-kuni. Biz yangi hayot mahallasidamiz do'stlar. Ushbu 100 kunlik challenge'imiz nima haqida ekanligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi videolarimizni ko'rishingiz mumkin. Men afishaniyada qoldiraman do'stlar. Yana bir eslatib o'tamiz. Ayni damda siz YouTube'dagi Sardor Suyun Surxondaryo video bor. Sardor Suyunning kanalini tomosha qilyapsiz. Hozir qilayotgan ishim kimlar uchundir qiziq yo bo'lmasa albatta bir voqea bo'lishi mumkin. Asfaltda har kuni bir necha daqiqadan 1 soatgacha yoki 2 soatgacha yuraman deb o'zim ahd qilganman. Ayni damda esa Kalmaki mahallasi, yangi hayot mahallasiga yetib keldim. Piyoda bir lahzada yetib keldik. Endi biz eslash naqadar ajoyib bolalik xotiralarimizga qadar yo'l olamiz. Agar imkon bo'lsa biz yashagan birinchi uyimizga ham borishga harakat qilamiz. Bu yerda juda ko'p zo'r xotiralar o'tgan. Maktabdagi birinchi yangi yilda, Alifli bayramini, xo'p, Yapon qishloq yonidagi park, bu yerda daraxtzor, bu yerda quyon qush voqealari, yo bo'lmasa zebradan baliq ovlaganlarimiz, qaysi birini aytishni bilmayman, lekin xullas bu yerda eng ajoyib bolalik xotiralar o'tgan. Mana biz yangi hayot mahallasiga yetib kelyapmiz. Xo'p. Orqadan ko'rgan odamlar hayrat bilan boqyapti. Nima bu odam yalang'oyoq yurib ekan degan savollar o'ylantiradigan bo'lsa kerak. Xo'p. Biz esa birinchi marta o'qigan o'sha maktabimizga ikkinchi marta yo'l olamiz. Statistimizda ozgina boltka egalari bo'shaganlikanmi, ham bilmasam. Xullas kalom. Ozgina kamera stabilizatsiyadan qochyapti. Xo'p. Bu yerlarda idoralar bor edi. Eslayman, mana shu yerlarda idoralar bor edi. Xo'sh.
Shu oxirigacha idora edi. Qanaqadir shu idora tashkiloti edi. Aynan mana shu idorada Rahmat otam Sherali Husayn ishlaganlar. Rassom bo'lib. Salomlasda. Ko'ngilga g'ash qiladigan holat bu yerda ham bor. Bakovskani. Ko'chani chetga tashab ketishgan. Bilasiz, ekofaolman. Bu narsaga men uncha e'tibor bermayman, lekin e'tibor bermasam bo'lmaydi. Mos ko'chaga musullarda shunday ichimliklar qutisini, bakalchasini tashab ketmangizlar. Assalomu alaykum. Bo'ldi, sizni ham tushirib qo'yamiz, sizni tushiramiz-da. Hozir amakimni uchratib qoldim. Amakim o'rniga videoga olib qo'ying. Assalomu alaykum. Restoran turyapsizmi? Ha, restoran bir aylanib keldik, restoran turyapmiz. Bir guruh qilamiz. Gaplashamiz, xo'p, mayli. Hozir amakimni uchratib qoldim. Ko'chada to'xtab ko'rishda. Aynan mana shu Istarada yashaydi, Istarada istiqomat qiladi. Otamning amakisi, bizga ham amaki. Nima desalaringizdan bor-ku, shaharga qaraganda qishloqda mehr-oqibat kuchli. Qishloqda, aynan qishloqda. Tushunasizmi, bu yerda men emas, hattoki otamning bo'lalari bilan ham yaxshimiz, otamning amakilari bilan ham, otamning tog'alari, otamning xolalari, plus bobomning ham qarindoshlari bilan yaxshimizda. To'y marakasi bormi, chaqirishadi, boramiz. Bordi, keldi, bor. Bu yerda yo'qlab turadi. Agar qishloqda tursangiz, qishloqda mehr-oqibat bor, shaharga qaraganda. Kim nima desa desin-u, bilmadim. Men bu narsani tasdiqlayman. Mana bu yerda idoraning yoniga ham keldik. Hozir shu yo'l bilan. Xo'p. Asfaltlar yaxshi. Biz esa ko'rganingizdek yo'lda ketyapmiz. Siqqan asfalt ustida ro'paramizda o'sha bolalik xotiralarni eslatuvchi parkning eski qoldiqlari ko'rayotgan bo'lsangiz, yumaloq karusel. Xo'p. Har videomda foydali ma'lumotlarni ulashib ketishga harakat qilaman. Bugun hozir 14-maktabga qarab kelayotgan bo'lsam, maktabda maqtanish emas, sinfdoshlarim ham tasdiqlashi mumkin. Hamma fandan zo'r o'qiganman. Bu mening xatoyim bo'lgan. Nimaga bilasizmi? Hamma fandan zo'r o'qimaslik kerak ekan. Aslida 3 ta yoki 2 ta fandan zo'r o'qish kerak. Ya'ni o'sha kelajakda agar siz matematika qiziqadigan bo'lsangiz, o'sha matematika, fizika fanlarini olib ketishingiz kerak. Men hammasidan zo'r o'qiganman, lekin hammasidan zo'r degani bu 100% zo'r emas. 90-95% zo'r o'qiganman, lekin hamma bilan o'z vaqtida verilisha olganman. Bilim borasida. Lekin hammasi ushlab ketib qo'ymaydi ekan. Bu maktabda 14-maktabda juda go'zal xotiralar o'tgan. Hali ham yodimda. Bitta sirni aytaman. Buni juda ko'plab biladi, juda ko'plab bilmaydi. Aslida 14-maktabdagi sinfdoshlarimiz birga o'qigan sinfdoshlarimiz ba'zilarini esda qolgan bo'lishi mumkin. 6 yoshimda bizda rahmatli joylari jannat bo'lsin Islom Karimovning videosi ko'rganda kiyinishi zo'r bo'lgan. Endi 6 yoshli kichkina bola bo'lganman. Boshida shlyapa bo'lgan. Bu kim deganda so'raganimda, uydagilarim bu prezident, O'zbekiston Respublikasining prezidenti, mustaqillikda O'zbekistonga bergan inson deb aytishganda, demak prezident kasb ekan. Men ham prezident bo'laman deganman. Va birinchi sinfda maktabga borganimda ustozlarimiz bilmadim aka, men bu yerda yaxshi bilmayman. To'g'risi bu yerda hozircha yaxshi bilmayman. Oradan necha yil o'tdi? 2001-yilda ko'chib ketganmiz. Oradan 24 yil vaqt o'tdi. Tasavvur qilyapsizmi? Aynan mana shu yerdan 2001-yilda xo'sh 8-martda ko'chib ketganmiz. Aynan mana Istara mahallasidan. Bu yerda yashash yaxshi, lekin bu yerda ish masalasi juda qiyin edi o'sha vaqtda. Buni qiladigan videolar olmaslikka harakat qilaman bu yerda. Plus, nima demoqchi edim? Bu yerda bir muallim bor edi. Haligacha esimda. Birinchi sinfda maktabga boraman. O'shanda har darsga kirishda bu yerda linika bo'lardi. Linikada meni chiqarardi-da, mana bolani ko'ringlar debdi. Birinchi sinfda kichkina bola bo'lganman. Allayev degan
Allayev degan domla bo'lardi. Agar adashmasam, Allayev domla dedi. Ergash Allayev deyardi menimcha adasini. Olib chiqardik. Boshqalar uchun motivatsiya bo'lishi mendan savol berardi. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Bo'laman desa, prezident bo'laman derdim-da. O'shanda bilmaganman. Prezidentda qanday mas'uliyat bo'ladi? Prezident bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Buni bir mas'uliyati. Mana endi o'qib, yashab 35 yoshga kirganingizdan keyin bilasiz. Bilasiz ekan. Ko'chada ko'rgan odamlar qo'l ko'tarib o'tib ketishyapti. Mana hammasi ham qo'l ko'tarib o'tib ketishdi. Mana shu yerlarda do'kon bo'lardi. Mana shu yerda nima bo'lgan bilasizmi? Mana shu yerlarda payshanba bozor bo'lardi. Biz har payshanba kuni ertalabdan kechgacha payshanba bozor bo'lardi. Payshanba bozorga chiqardik. Juda zo'r davrlar o'tgan bor-ku. Mana bu yerda esa juda ko'p daraxtlar bo'lardi. Daraxtlar ko'pi kesib tashlangan, qurgani uchunmi bilmadim. Hozir bu yerda shunchaki sayxondek bo'lib qolgan. Mana bu yerda katta 2 qavatli klub bo'lar edi. Hozir klub ham qayta qurildi. Assalomu alaykum. Klub bo'lgan. Xo'sh, mana bu birinchi uy emas, mana ikkinchi uyda bo'lam yashardi. Pul xayri bo'lam derdi, gulli bo'lam derdi. Sherzod degan o'g'li bor, hozir Termiz shahrida yashayapti. Ularni hovlisida to'la xurmo bo'lardi. Borsak, juma ko'cham xurmo bilan mehmon qilishardi. Juda yaxshi insonlar. Mana biz xo'sh. Mana bu yerda bir sindoshimning uyi bo'lardi. Hozir yodimda emas, lekin mana bu yerda xo'p, mana o'zgargan. Nima degan? 11-son Yangi hayot madaniyat markazi degan qayta qurilgan. Lekin bu yerda juda mahobatli 2 qavatli klub bo'lardi. Eslaysizmi? Juda mahobatli. Mana biz 14-maktabga ham yetib keldik. Mana shu 14-maktab. 14-maktab hisoblanadi. Mana shu yaqin o'tolmaymi? Mana 14-maktab. Mening 4 yil bolaligim o'tgan, eng ajoyib bolalik o'tgan maktab. Ushbu maktabga va men o'qigan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sindosh do'stlarimga ham. Chunki bu yerda bor-ku, tillolarga sotib olinmaydigan damlar o'tgan, tillolarga, oltinlarga sotib olinmaydigan juda go'zal damlar o'tgan. Xo'p, yonginasida esa park bo'lar edi. Bu park biz ko'chib ketgandan keyin daraxtlar kesilib, nimadir bo'lgan qilasan, yerda karusellar bo'lardi. Har yili Navro'z bayrami mana shu yerda bo'lar edi. Esimda, chunki bu yer juda zo'r joy edi. Qaysidir amaldorning noto'g'ri imzosi bilan daraxtlar ham kesilib, bu yerda ham bas aytishga arzimaydigan nima deydi? Voqealar bo'lib ketgan. Hozir bu yerda juda daraxtlar yo'q ham. Biz aynan mana shu yerda qishloq mahalla bolalari bilan quyon olishga kelar edik. Ha, boya foydali maslahat degandan uzoqlashib ketdim. Foydali maslahat, agar bir maslahat oladigan bo'lsangiz, agar yoshlar ko'paygan bo'lsa, maktabga o'quvchilar. Maktabda bitta fanni ushlang. Ingliz tili. Matematika. Mana shu park. Shu joylar hozir ham bor, lekin daraxtlar kesib tashlangan, juda ko'plab daraxtlar kesib tashlangan. Bu yerda shunday juda o'rmonda edi mana shu park. Hech esimdan chiqmaydi. Yonida mana maktab, bu yerda o'rmonda. Qarang. Bu juda chiroyli joylar bo'lgan. Shunaqasi juda chiroyli joylar bo'lgan. Qiziqda markazdan yaxshiroq joy bo'lgan mana shu yer. Hozir faqat temir taqalari qolgan. Buni qana bir investitsiya kiritib zo'r joy qilsa, zo'r joy qilsa, qana zo'r bo'lar edi. Xo'p, mana shu yerdan xo'p qarab ketaversangiz, yoningizda mana 14-maktab. Aynan mana shu yerda zo'r voqea bo'lgan. Haligacha esimda. Biz qishloq bolalari bilan bitta voqeani aytib beraman. 98-yillar bo'lgan bu voqea. 89-yillar. Toshli degan bola bo'lardi 89-yil. Termizga ko'chib ketgan. Siroj degan Siroj aka bo'lardi 82-yil, 86-yil. Xo'p. Men, ukajonim Sanjarbek,
keyin Shavkat Shuhrat degan aka-ukalar bo'lardi. Behzod degan bola bo'lardi. Uchqun. Xullas bir 10-12 kishi aynan mana shu yerga hamma yoq daraxtzor bo'lgan. Biz quyon tutgani kelganmiz. Quyon tutgani kelganmiz. 2 kishidan bo'linganmiz jamoa bo'lib. Men aynan o'sha vaqtda Shavkat 89-yil Shavkat ukasi, 90-yil o'zim qatori degan do'stim bilan quyonimizdan tushdik. Quyonimizdan tushdikda quvib ketaverdik. Shu Yapon qishloqqa yetmas turib bir daraxtzorga kirib ketdi. Shunday hamma yoq qop-qorong'i edi. Kunduzi bo'lgan vaqt, lekin daraxtlarning soyasidan hamma yoq qorong'i edi. Shunday bir joyga shunday kalla tiqdik. Bir mahal Shuhrat ham men ham bir narsani ko'rdik. Ya'ni ko'z yonib turgan skeletni ko'rganmiz aynan mana shu yerda. Ko'zi yonib turgan skeletni ko'rganmiz. Shunda Shuhrat "Vaa!" deb baqirib qochgan. Men ham qochganman, yarim yo'lga Shuhrat ko'zdan ketib qolgan. Bolalar kelib yig'ilishdi. Xullas, mana shu yerda asoturlarga voy bo'lgan voqealar bo'lgan. Endi hozir nima qilyapti ekan? Do'kon qurilayotgan bo'lsa kerak. Asoturlarga boy voqea bo'lgan do'stlar, tushunasizmi? Xo'p, hozir bu yerda 4 dona daraxt qopdi. Juda achinarli holat. Agar 97-yil bu yerga kelgan odam bu yerda Harry Potter filmini olsa ham bo'lar edi. Tushunasizmi? Juda zo'r joy bo'lgan. Bu eski vayronalar, eski park, eski kinoteatrning qoldiqlari. Mana shu yerda kinoteatr bo'lgan. Yozgi kinoteatr bo'lgan, hali ham o'sha xarobalar bor. Zo'r joylar bo'lgan, tushunasizmi? Hop. Hozir menimcha maydalarni sotib yuborilgan bo'lsa kerak. Mana kim biladi deysiz. Bu juda katta joylar. Bu yerdan esa biz maktabga kiramiz. Agar qora olishni istamasa, biz maktabga kirib, maktabni bir aylanib chiqamiz. Maktab yangi binosi qurilibdi, 3 qavatli. Bu bino yo'q edi. Bu bino yo'q edi. Mana bu yerda mini stadion qurilibdi. O juda ajoyib. Xullas, bu yerda o'zgarishlar katta. Hojatxona joyi o'zgaribdi. Hop. Bu menimcha, agar adashmasam, bu yangi o'quv binosi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Maktab hovlisini bir aylanib chiqib ketsak bo'ladimi? Siz qurolmisiz? Menimcha qurol bo'lsa kerak, o'zim tanishtirman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizmi? Sog'lom, qo'rqlash qurol ekansiz. Ismingiz kim? Abdurahim. Ismim Sardorbek. Ijtimoiy tarmoq faoli blogermi? Hozir direktorlar g'ayratmi? Sen ham topib. Do'stlar, mana hozir bu yerda qurol bo'lgan. Ahrana Abdurahim aka bilan tanishdik. Bizni tanir ekan, otamni Sinfok ichida deb esladi. Xo'p, mana bu yangi qurilgan bino ekan do'stlar. Bu yerda 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan. Xo'p, o'quvchilar o'qiydi ekan, dasturga tushgan. Esimda bu yerda 3 qavatli bino yo'q edi. Keyin bitta aytishga arziydigan, maqtovga arziydigan narsa, bu yerda trenirovka zali bor ekan. Bu ham dasturga tushganda, menimcha, Abdurahim aka, to'g'rimi? Bu open budjetdan yutgan. Men to'g'risini aytsam, shu Qiziriqda open budjetdan trenirovka zal yutgan aytib eslolmayman, lekin bu namunali loyiha lekin haqiqatan. Chunki bizning davrimizda bunaqa narsa yo'q edi. Hozir mana prezidentimiz juda zo'r sharoitlar yaratib bergan. Mana qarang, open budjetga agar trenirovka zallar qurgan bo'lsa, bu ham open budjetga yutgan bo'lsa kerak, mana bu mini stadion ham. Hozir Qiziriqda nechta bilmadim, lekin 14-maktabda trenirovka zali, yuvinish xonasi ham bor ekan mana yonida. Trenirovka zali, stadioni, mini stadioni bor maktab. Ikkitadan bitta. Ikkinchisi bu yil Xurshid Polvon ishlayotgan sport maktabida mini stadion qurildi. Endi mana bu yerda bor ekan. Plus mana hozir Abdurahim aka bilan hovlini, maktab hovlisini bir aylanib chiqib ketamiz. Zo'r davrlar o'tganda bu yerda Abdurahim aka 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qiganmiz. Birinchi ustozimiz Ozilda Chaqqonova bo'lgan. Undan keyin mana maktabning ko'chasi, Kasxonaning ko'chasida Shahnoza Tavallayeva degan ustozimiz bo'lardi. Tavallayevlar degan oila bor bilsangiz. Tavallayevlar, taniysiz yo'qmi? Ular hozir Termizga ko'chib ketishgan. Xo'p. Adashmasam, biz mana shu binoda o'qiganmiz. Mana shu binoda o'qiganmizda.
Mana shu binoda o'qiganmiz. Aynan mana shu yerda hozir ham qarang. O'sha vaqtda 97-yilda, 98-yillar mana shu yerda klinika bo'lardi. Ha, yerda Allayev domlani hozir videoni boshida aytib o'tdim. Allayev Ergish domla degan domla bo'lardi. Mana shu yerga birinchi sinflikni olib chiqardi-da, aytardim, katta bo'lsang kim bo'lasan desa, prezident bo'laman dedim-da. Bolalar o'rrag'inglar. Birinchi sinfda ona bo'lib, prezident bo'laman deyapti deb, Ergish Allayev olib chiqib, mani ko'zicha. Bu yerda nechinchi sinfgacha o'qiydi hozir mana bu binoda? Hammasini o'qiydi-ya. Ana mana shu yerda biz birinchi sinfligimiz o'tganda. Mana bu binoda esa bu bino A sinf binosi edi, agar adashmasam, A sinfdan G sinf binosi edi. Aynan mana shu yerdan o'zi eshikning qarshisiga nima qilingan o'tibdi. Mana shu yerda hozir 1 minut. Aynan mana shu yerdan mana shu yerda birinchi B sinfda o'qirdik. Birinchi B sinfda edik, yana yonida oshxonasi bo'lardi. Zo'r davrlar o'tgan mana shu yerda bor-ku, aytishga arzirli, lekin maktab haqiqatan namunali maktab zo'r gap lekin. Ayni damda ushbu 14-maktabda men bilan tirashib o'qigan, 1-sinfdan 4-sinfgacha tirashib o'qigan o'quvchilardan biri. Kim bilasizmi? G'ayrat Chorshambeyev degan yigit direktorlik qiladi. Juda bilimli yigit edi. Labay? Sport zal ochiqmi? Ha, ochsangiz agar. Sport zal yaxshi ko'rinishdami? Biz hozir mana Abdurahmon akadan biz direktordan ruxsat olib sport zalga kiramiz. Biz mana 14-maktabda sport zalga kirdik. Mana shuni ajoyib xotirlar o'tgan sport zalda ham. Agar o'sha sport zal bo'lsa, sharoitlari zo'r. Voleybol, basketbol bo'yicha 14-maktab ko'proq mana shu Qizilqum tumani bo'yicha top o'rinda ketardi. Top voleybol, basketbol bo'yicha zo'r edi mana shu maktab. Chunki sport zali o'shanda ham zo'r edi. Hozir ham mana talabga javob beradigan tarzda turibdi. Abdurahmon akamizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va hozir biz timeless buni oldin video kirishda qo'yganimiz uchun bitta narsani e'tiborlarga havola qilamiz. Maktabda shaxmat xonasi bor ekan do'stlar. Mana maktabda shaxmat xonasi bor ekan. Xo'p, kirib o'tmaymiz, lekin haqiqatan ham bilmadim. Men bilgan maktablar ichida mana shu maktabda shaxmat zali bor ekan. Xo'sh, shaxmat xonasi. Boshlang'ich sinf xonasi. Ana mana shu zalda o'qiganmiz biz. O'quvchilarning erishilgan natijalari. Xo'p, mana bu yerda xuddi mana shunaqa bizda ham davrimizda stol bo'lardi, baholash tizimi degan. Men rasm bo'lganda shunaqa. Nimada 4-sinfgacha eng yaxshi o'qiydigan bolalar o'rtasida rasmimiz bo'lardi mana shu yerda. Hozir mana bundan bolalarning rasmlari tanlovlarda g'olib bo'lganligi bo'yicha birinchi kun choralari va yillik olingan chizma natijalari deyilgan. Masalan, aytib o'tmoqchiman. Ahmadova Maftuna Davron qizi, Ergashev Abdulfayzbek Olimog'li, Samadov Sardor Qondiq o'g'li. Hozir eng zo'r o'qiydigan bolalarning ro'yxati bor ekan. Bu albatta motivatsiya beradi bolalarga. Chunki ko'p yoshlar shu 10 talikka kirish uchun harakat qiladi. O'zini ism familiyasini faxrli, zo'r o'qiydigan bolalar doskasida o'zini ko'rsa, yanada o'qishga motivatsiya bo'ladi. Mana bayroq hozir. Bayroq hali ham shu joyda, adashmasam. Xo'p. Bugungi xotiralarimizni mana shu yerda yakunlab, biz yo'limizda davom etamiz. Abdurahmon akaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat Abdurahmon aka. Maktab tanishtirganingiz uchun aka. Kirgizishga ruxsat berganingiz uchun ham. Do'stlar, endi men Xudo xolasa deb shu o'zimiz yashagan uygacha boraman. Shu yerda keyin o'sha yerda finish bo'ladi. O'sha yerda to'xtatamiz, 3-kunga yo'l olamiz. Qayerdan chiqadigan yo'l bormi? Ha, bo'ldi, o'sha chiqadigan yo'l bo'lsa. Aynan shu yerda mana qorovulxona bo'lsa kerak-a bu. Qorovulxona. O'sha vaqtlar qorovulxona yo'q edi menimcha. Qorovulxona bo'lganmi yo'qmi bilmadim, lekin Eshonbobo o'sha vaqtda qorovul edi. Mayli, Abdurahmon aka, sizga kattakon rahmat.
Biz mana 14-maktabda sayohatimizni mana shu yergacha to'xtama qildik. Endi biz mana shu tarafga qarab yo'l olamiz. Bu ko'chalar katta ko'chalar edi, lekin hozir kichrayib qolgan men uchun. Mayli, Abdurahmon aka, rahmat sizga. Va alaykum assalom. Bizni darvozagacha kuzatib qo'yishdi. Xo'p. Bizni yalang'och yurganimizni ko'rgan odamlar ham hayratda bo'lishi mumkin. Biz esa hozir qayerga boramiz topingcha? Kamina Sardor Hussein yashagan uy oldiga boramiz. Aynan o'sha qaysi uyda? Mana bu bog'cha. Bog'cha ham yangilanibdi. Bog'cha lekin ishga tushganmi yo'qmi bilmadim. Buni so'rab ko'ramiz. Hozir ishlayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin hozir xabarim yo'q, lekin bog'cha chiroyli ta'mirlanibdi. Chunki o'sha vaqtlar bog'cha bir qavatli edi. Ha, eslatib o'taman, biz hali ham hamon yalang'oyoqdamiz. Allohga shukr, alhamdulillah. Xo'p. Yo'l yo'lakay. Bizning bolaligimiz aynan mana shu ko'chada o'tgan, aynan mana shu ko'chada. Juda bir ajoyib tarzda o'tgan. Soat 19:16 bo'libdi, do'stlar. 10-15 daqiqada 10-15 daqiqada shom ham kirib keladi. Shom kirguncha biz videomizni yakunlashimiz kerak. Ungacha biz yashagan uyda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bu? Anas, bu yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismingiz Bo'ri aka bo'lsa kerak, a? Yo'q, ismim Farg'un. Farg'un aka. Ha. Necha yildan beri yashaysiz Istarada? 72-yildan beri. 72-yildan. Buni siz meni otam tanishasiz kerak. Kim otam? Otamiz suyun fokichida edi. Ha, yo'qmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, baso, nag'izmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu inson suyunchi po'kchi borku. Ha. Shuni o'ylaydi. Bizni O'shatdingmi? otamizga o'xshaymiz, ha. Bir Istarani bir syomka qilib ketmoqchi edim. Yalang'oyoq holatda deydi-ku. Ha, blogerlik qilyapman endi. Rahmat. Yasha. Xo'p. Aynan mana shu ko'chalarda bizning bolalik o'tgan do'stlar. Istarada ko'chalar to'liq asfalt qilinmasa-da, lekin zo'r ko'chalar bo'lgan. Mana bu yerda To'lqin aka. Yonimizdagi ko'chada To'lqin aka turgan. Mana bu ro'paradagi uyda adashmasam Siroj akalar turardi. Mana bu uyda Ahmad aka turardi. Mana bu uyda o'sha biz parkda ko'rgan, ko'z yonib turgan, skeletni ko'rgan Shavkat Shuhrat degan aka-ukalar turardi. Xo'p, biz esa aynan biz yashagan uy ko'chasiga burilamiz. Aynan biz yashagan ko'chaning mana biz bolalik mana shu ko'chada o'tgan, shunaqasi. Xo'p, o'ng qo'lda Uchqun degan do'stimiz. Ukam qatori, ukamning do'sti, mening ham do'stim edi, bolalikda chunki birga o'tganmiz. Do'stimiz turardi. Chap qo'lda uyda esa Olim Odil Oybek degan aka-ukalar turardi. Hozir ota-onasining ismi yodimda yo'q, lekin o'sha biz bilan o'ynagan Oybek, Odil, Olim degan farzandlari bo'lardi. Mana bitta uyda ko'rsataman sizlarga, xo'p. Mana shu uyda ko'ryapsizmi? Aynan mana shu ko'k darvoza. Aynan mana shu ko'k darvoza bo'lishi kerak. Aynan mana shu ko'k darvoza kiradigan uy bizning uyimiz edi. Ya'ni Kamina Sardor Hussein aynan mana shu uyda turgan. Bu ko'chalarda albatta asfalt qilinishi kerak. Mana ko'cha tosh to'kilgan, lekin asfalt qilinmagan. O'ylaymizki, kelajakda ko'cha asfalt qilinadi. Aynan mana shu uyda biz katta bo'lganmiz. Mana shu uyda. Hozir bizni uyimizda Usmon aka degan kombaynchi aka yashayapti, agar adashmasam. Mana bu uy esa Yo'ldosh bobo, rahmatli Yo'ldosh boboning uyi edi. Juda yaxshi, zo'r inson bo'lgan. Mana shu yerda agar adashmasam, 2001-yil bo'lsa 11 yoshda ko'chib ketgan bo'lsak, biror marta ota-onam birorta qo'shni bilan mana shu yerda qo'shnilar birortasidan yaxshi yomon bo'lmagan. Hammasi bilan zo'r bo'lgan. Bu yerda o'zbeklar, Dehqonoboddan ko'chib kelganlar, Dehqonobod Qashqadaryodan ko'chib kelganlar bo'lgan, tojiklar bo'lgan, ruslar ham bo'lgan bu mahallada. Lekin birorta bir qo'shni bilan
bular ham zo'r bo'lgan. Bizda oilamiz ham yaxshi bo'lgan, biror hech kim bilan seni menga bormagan. Ana mana shu ko'cha. Xo'p, ana yerdan hozir to'g'riga yuradigan bo'lsam, to'g'riga yurilganda, chapga burilganda yana aylanib chiqib ketadigan ko'cha bor. Agar nima bo'lsa, hali ham o'sha ko'cha bo'ladigan bo'lsa, aylanib chiqib ketamiz. Bo'lmasa aylanib chiqib keta olmaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu videoda bizni uyda ko'rsatsam-ekan, agar ruxsat bersa kirib ko'rsatsam bo'larmikan, yo'qmikan? Chunki hali ham agar nima bo'lsa, otam gullagan mana shu uyda. Bitta ikkita xonada otam juda qo'li gul usta naqqosh inson bo'lganlar. Mana shu uyda barcha xonamizni gullab naqsh chizdirgan edilar tomigacha. Va qilgan ishlariga ismini yozib qo'yar edi imzo sifatida. Xo'p. Hoy qiz. Mana Usmon akalar uydami, yo'qmi? Bilmaysizmi? Siz Soat Murat akaning qizimi? Ha? O'ktam akaning qizimisiz? O'ktam uydami? Ketgan biron joyga. Toshkentga ketganmi? Soat Murat buvozchi? Uydami? Chaqiringchi. Hozir biz Qiziriqning oldi san'atkorini chaqirdik. Oldi san'atkori raisi deydi. Bizga mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu yerda turadi. Soat Murat aka deydi. Chiqsa agar ko'rishamiz. Kimni chaqiryapti deydi. Hozir men gaplashgan qiz O'ktam degan bolaning, yigitchaning qizi. O'sha O'ktam biz mana shu yerda yashab yurgan paytda kichkina chaqaloq bola edi. Eslayman-da. Kichkina chaqaloq bola edi. Bog'chaga ham bormas edi. Hozir biz bilan mana shu yerda tepishib katta bo'lgan Soat Murat akani chaqirib chiqsa zo'r bo'lardi. Biz shunchaki salom alik qilib ketamiz. Bunisi chiqyaptimi? Xo'sh. Shuncha desak yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qishloqni syomka qilib. Yo'q, yigiramaymiz. Nimadan? Amamiyda hozirga qaytib ketaman. Olib kelmadingizmi? Avtoga kelaman. Olib kelmadingizmi? Olib kelaman. Kelajak olib kelaman. Endi ularni Ha? Yo'q, olib kelmasizda. Mana assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Do'stlar, Qiziriqning oldi san'atkor raisi. Barchalaringizga Soat Murat aka. baxtli bo'lsin. Mana yaxshi kayfiyatlar yor bo'lsin. Xo'p, Mana keminlarga zo'r davrlar o'tgan ha Soat Murat aka. mana Uxlangan ekan. Mayli dedim. Vaqt bezovta qilib o'tmang. mana bundan Ey. Klub ne bosib kira olmayman Soat Murat aka barim begonani. Ey yo'q, nima qilib o'tding? Bezovta qilib o'tmang. Usmon akani keldimi? Ha, yo'q, bezovta qilib o'tmang. Usmon aka o'zi uyda emasa? O'zi uyda bo'lganda bir kirib, ana otam qolganmi-ekan naqshli uylar. Bitta xona qolgan ha? bitta xona shu dadangiz bilan bir xona. Shuni o'zi kirib bir shuni syomka qilib chiqalasizmi? Yo'q, men beraman telefonni, o'zi shuni kirib syomka qilib chiqalasizmi? Bir so'rab ko'ring. Bir kirib ko'ring. Do'stlar, agar imkon bo'lsa, hozir sizlarga Shedri nima deydi? San'at asari tenglashtirilgan bir narsani ko'rsataman. Agar o'sha narsa qolgan bo'lsa, aynan mana shu uyda naqshlangan xonalar bor edi. Otam rahmat o'zi moy bo'yoq bilan naqshlab chiroyli qilgan. Aynan mana shu uyda. Endi shom vaqti. Yo'q, assalomu alaykum. Yo, siz shuna kirib nima qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. Usmon aka o'zi uydami ekan?
Usmon aka o'zi deydi ekan do'stlar, hozir 3-2-1-0 deydi ekan. Yo'q, bunday shom vaqti birov uyga bostirib keladi. Yangi yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Ha, mana shu Anor hali ham bor ekan. Mana shu Anor hali ham bor ekan. Anor hali ham bor ekan. Bu yerda bitta uy tushibdi. Daraxtlar hali ham bor. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'liqingiz charchamayapsiz? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Hozir Karma aka mahallasi piyoda yalang'oyoq kelyapman. 5 kunlik nima edi? Sardor. Biz ko'chib ketishdan oldin mana shu yangi mana shu yerga kelin bo'lib tushgan 96-yil. Bu Oybekning onasimidi? Ha. Yonimizdagi qo'shni Odil Oybeklarning onasi do'stlar. Ha. Qarang. Ichkarida otam gullagan birorta xona qolganmi, yo'qmi? Hammasi nima qilinganmi? Yo'q. Siz men kirib yotmayman. O'zingiz agar gullagan biror tomni gullaganniki bo'lsangiz, yo bo'yab tashlaganmisizlar? Birorta qolmagan ha? Oh. Agar qolganda men sizlarga ko'rsatgan bo'lar edim do'stlar. Hovli hozir ko'zimga kichkina bo'lib qolgan, lekin kichkina bo'lganimiz hovli juda katta edi. Rahmat, o'zi yaxshimisiz Usmon aka? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Bir tarixni eslab, qishloqqa bir sayohat uyushtiruvdim-da. Hali ham o'sha darvoza, ha? Hali ham o'sha darvoza do'stlar. Biz ko'chib ketayotganimizda darvoza shu edi, hali ham o'sha darvoza qoyil lekin o'zgartirilmabdi. Gap yo'q lekin. Xo'p, sizlarga kattakon ha? Uyda yaxshi joylari bor-a? Itga qaraysiz, Usmon aka. Kelin uzr bezovta qildik. Ha? Nima yalang'oyoqman-da, ichini oldim. Ha, yo'q. Bu yerda eshik ochilibdi, lekin bu yerda eshik yo'q edi-ya. Bu yerda eshik ochilibdi. Ha, kirib o'tmayin. Hozir mana shu xona gullangan edi-ya. Shu xona gullangan edi. Gullangan nimalar o'chirilibdi. Mana shu xona gullangan ajoyib xona bo'lgan. Hozir endi yangi dizaynda qilgan Usmon aka. Gap yo'q lekin. Mana shu aynan o'sha xonani ko'rsataman, syomka qilib uchun kelgandim. Xo'p. Daraxtlar 4 dan 5 ta edi. Bittasi qolibdi-ya jiydani. Usmon aka? Ha, jiyda 2 o'tiribdi. Mana shu jiydadan lekin ana berasizlarda bir kun kelgandi. Nima deydi? Qalamcha berasizlar. Qalamchadan oladigan zo'r jiyda edi bu. Hali ham tiyaptimi? Shaqillab tiyapman. Men eslayman-da, mana hozir 14-maktabda direktor bo'lgan G'ayrat do'stimiz bilan barter qilardi. Uydan qovun olib kirardi, juda berib yuborardi, Usmon aka. Zo'r juda edi. Xo'p. Bugungi videomizda do'stlar aynan mana shu manzilda o'tamiz va yo'limizda davom etamiz. Bizni kuzatganlarga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringizlar. Stradan mana shu barchalarimga yaxshi kayfiyatlar yor bo'lsin. Mana endi kiramiz. Yo'q, menga rahmat, menga ruxsat. Bahurja kelamiz. Bahurja onam bilan bir kelamiz, xudo xolasa. Biz yo'limizda davom etamiz dedik-ku. Xo'p. Ye, mana bu nevarama? Ha, ye. Hadi mama, sog' bo'ling. Selamomani. Buna qizcha O'ktamjonning qizi. Ismingiz nima sizda? Gulzeba. Gulsebarmi ya? Gulzeba. Bunaqa ismni hali eshitmaganim, birinchi marta Gulzeba degan ismingiz. Mayli, Usmon aka sizga kattakon rahmat. Choy ichib ketmadingiz? Choy, Bafurja choy ichib kelamiz aka. Bemalol kelamiz keyingi yakshanba kuni. Buni internetga ham joylayman. Sardor Sen kanalini ko'rasiz. Sizga sog'lik. Mayli, salomat bo'linglar. Biz esa yo'limizda davom etamiz do'stlar. Zo'r xotiralar o'tgan mana shu ko'chada, ishonasizmi? Juda zo'r xotiralar o'tgan. Hop, bu yonimizda Uchqunboyda uyi. Hop. Do'stlar. Keling shu istarani bunday aylanib nari ko'chadan chiqib ketamiz. Yaxshi qanday bo'ladi? Nima deysiz? Shomga yetib bora olamizmi? Oy ham chiqdi mana. Oy ham chiqdi. Soat millari 19:29. 5-10 daqiqada shom kiradi. Shu sababli hozir agar imkon bo'lsa do'stlar, mana shu ko'chani ham asfalt qilishni, zo'r yo'lini topib, opimizga kiritib qo'ysa ham asfalt qildirish kerak.
Bu ko'chalar oldin asfalt edi agar adashmasam, lekin yaxshi asfalt qilinmagan, bilmadim. O'shada hozir. Xo'p, sizlarga bitta yana narsani aytmoqchiman hozir. Bu narsani ko'rsatib ketmasam bo'lmaydi. Biz yashagan paytda ham bor edi, hozir ham bor. Xo'p. Hozir sizlar e'tiborlaringizga bir mana bu Ulug' 5 va 13 kinolari bor-ku, xuddi shunaqa bir joyda ko'rsataman, do'stlar. Qiziqda yashaydigan odam ko'p odam bilmaydi, lekin ishqilib yashaydigan odam bo'ladi, bu yerda hech kim turmaydi. Mana bu yerda kichkina ko'chacha bor. Yo, bu gap bu haqida, bu ko'chacha haqida emas. Gap boshqa narsa haqida. Mana bu yerda esa Sanjar ukamizning do'sti Sanjar degan yana bir yigit yashar edi. Hozir ham shu yashayapti, yo'qmi bilmadim. Xo'p. Hozir sizlarning e'tiborlaringizga bitta joyda ko'rsataman. Qayerligini topingchi, nima qanaqa joy bo'lishi mumkin. Xo'sh, hozir aytaman. 10 gacha sanang dedik-ku. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Istarada men qo'rqqan joylardan bittasi. Hali ham o'sha uy. Qarang. Biz bu uyda oltin o'tishga qo'rqar edik. Hali ham derazlariga temir qoqilgan uy. Juda X material filmidagi uyga o'xshaydi. Juda qo'rqinchli. Egasi kimligini bilmadim. Bu yerda yomonlamoqchi emasman, lekin shunchaki aytib o'tmoqchimanki, bu uy hali ham bor ekan. 97-yillarda ham bor edi aynan mana shu uy shu holatda edi o'shanda ham. Nimaga haligacha mana shu holatda bilmayman, to'g'risini aytsam. Biz mana shu uyda oltin o'tishga qo'rqar edik, chunki qo'shnilarimizda bolalari aytardi, bu uyda qo'rqinchli ujuslar bor deyishardi, shunaqa ertaklar aytib berishgan. Shuning uchun men aynan mana shu uydan o'tishga qo'rqqanmiz. Aynan mana shu uyda oltin o'tishga qo'rqqanmiz do'stlar. Xo'p. Mana shu yo'l bor ekan. Mana shu yo'l. Men boya aytgan yo'lim aylanib keladigan yo'l bor dedim-ku. Aylanib keladigan yo'l bor ekan hali ham. Xo'sh. Boya uyimiz yonidan kirgan yo'l bor edi, agar esingizda bo'lsa. Yana eslatib o'tmoqchiman, biz hali ham yalang'oyoqdamiz. Xo'p. Mana shu mana orqasida dala bor edi. Mana shu yerdan chiqib kelinadi. Bu yoqqa qarab ketiladi. Bitta ko'cha. Kecha biz oyog'im mayda tosh kelib chiqadi. Assalomu alaykum. Xo'sh, do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat deymiz. Biz videoni mana shu yerda yakunlaymiz, chunki quyosh botdi. Videoni olayotganimizdan salkam 1 soat o'tdi. Salkam 1 soat bo'libdi. Salom alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Savollar berasiz? Aytmayapsiz? Nima uyda turasizmi siz? Men ham oldin shu yerda turganman-da. Eski xotirlarni rasmga tushirib ketyapman. Qayerda turibsiz? Men Usmon aka uyda turganman. Otamni taniysiz. Ismingiz nima sizda? Sherzod. Nechinchi yilsiz? 90-yil. Men bo'lmasa, men bilan siz bir maktabda bir nimada parallel sinfda o'qigansiz, Sherzod. Meni tanimadingiz-a? Sigarada ko'rib turibman. Qizilqo'rg'onda. To'rtmasga ko'rib turibsiz. 10-maktabda bu yerda 4 yil o'qiganman-da. 4 yil o'qib 12 yil yashagan ekanman. Hozir eski xotirlarni olib chiqib ketyapman. Mana shu uyda deyapman, hazrim bor ekan, hozirim bor ekan shu uyda shu syomka qilib ketyapman. Chunki eski uyda ujuslar bo'lardi degancha bu uydan o'tishga qo'rqardik, hozir shuni aytib o'tyapman-da, Sherzod. O'qigansiz. Qaysi sinfda o'qigansiz? Qaysi sinf? Bir sinfda o'qigansiz. Men bir sinfda o'qiganman. Lekin siz meni tanimadingiz. Yo'q, olarda ko'rib turibman men. Ko'rib turibsiz, lekin tanimadingiz. Do'stlar, mana shu orqamizda turgan yigit ham biz bilan parallel sinfda o'qigan hozir. Bu yerda 21 yil bo'ldi-da, bu yerda ko'chib ketganmiz. 20 yil bo'lgancha hozir nimaga bu yerga tushib ketyapsiz deyapti, chunki hali ham o'sha narsa, do'stlar. Mahallaga, endi shaharda unaqa emas, mahallaga chetdan biror odam kelsa, nimaga yuribdi ekan degan qiziqish bo'ladi va qoyilman shu narsaga.
chetdan birorta odam kelgan bo'lsa, birorta nima ish bilan keldi ekan, qishloqda shunaqa narsa bor-da hali ham. Istada hali ham do'stimiz Sherzodjon hozir video qo'layotgan, nimaga tushiryapsiz? Tinchlikmi deb oldimizga chiqib keldi. Eslatganimdan so'ng keyin tanidi. Mayli, Sherzodjon sizga sog'lik, omonlik. Biz esa yo'limizni davom etamiz. Mayli, yaxshi. Sog'lik, omonlik. Bu sinfda o'qigan, Sherzod degan ko'rishib qoldik do'stlar. Ko'rgan bo'lsangiz, nimaga dedi ular rasmini tushib ketyapsiz video. Aytayapman, hali ham bor ekan, shu hozir ham bor ekan dedim. Chunki nima desam bo'ladi? Aytishga arzirli-da, aytishga arzirli xotirli. Shunasizmi? Hurmatli obunachi, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p. O'sha uyda, ular uyda. Bugun kutmagan shekilli chiqib mashinasi ham. Aynan mana shu uyning oldida o'tishga yurak hovuchlab o'tganmiz. Assalomu alaykum. Biz o'tishga yurak hovuchlab o'tganmiz. Biz o'sha kelgan yo'limizdan qaytib chiqib ketamiz. Nima deysiz? Fikringiz qanday? Xo'p, bu yoqni timeless orqali chiqib ketamiz. Timeless orqali mana shu ko'chadan chiqib ketamiz. Xo'p. Do'stlar, bizni kuzatganlarga rahmat. Biz esa timeless orqali Hurmatli do'stlar, shu bilan biz o'z videomizni nihoyasiga yetkazamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni damda siz Sardor Suyun kanalini tomosha qildingiz. Xizmatingizda Kamina Ekofol bloger Sardor Suyun bo'ldi. Do'stlar, keyingi videomizda Qizil tumanining qaysi mahallasi yoki Surxondaryo viloyatining qaysi tumanida Yalangoyoq piyoda olib borishimizni xohlar edingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoqda faol Sardor Suyun bo'ldi. Paka. Xayr. Ko'rishguncha deb qolamiz.